Hammaga assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Janubiy Koreyadan sizlar bilan yana Shahzod. 2025-yil 10-oktyabr bugun. Xo'p, ish jarayonimizdan ozgina sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Oktyabr oyida xuddi mana shunaqa yomg'irli havo bo'ladi Janubiy Koreyada. O'zi umuman yil 12 oy yomg'iri ko'p kuzatsanglar bo'ladi, ya'ni yozda ham yomg'ir yog'adi. Bizani keyingi avtomobillarimiz Hyundai Granger 3 объемda zavodskoy propanda 2019-2020 yillar bilan eng full komplektatsiyasida ko'rib turganinglarda panoramalarigacha bor. Avtomashinamiz Qirg'izistonga jo'nab ketadi. Lexus UX bu avtomobilimiz ham nomerlari yechilgan, eksportga tayyor. Bu ham Qirg'izistonga jo'nab ketadi. Xo'p, 3-avtomashinamiz Escalade. Bu avtomobilimiz ham nomerlari yechilgan, eksportga tayyor. Auksiondan yutib olgan Hyundai Santa Fe avtomashinamiz, bu ham nomerlari yechilgan, eksportga tayyor. Va 4-Hyundai Granger avtomashinamiz 3 объемda zavodskoy propanda. Bu avtomobilimiz ham Qirg'izistonga jo'nab ketadi. Xo'p, bugun yetib kelgan avtomobillarimizdan SsangYong Rexton 2 объемda dizelda yuradi, oldi orqa tortadi, ya'ni 4 VDda. Xo'p, avtomobilimizni nomerlarini yechib tayyorlab qo'ydik. Bugun kelgan 4 ta avtomashinani nomerlarini yechib tayyorlab qo'ydik. Xudo xohlasa, dushanba kuni dokumentlarini olib, nomerlarini hukumatga topshirib, uchotdan chiqarib, eksportni dokumentlarini taxlaymiz. Va 2020-yilda chiqqan Kia Mahav, bu ham полный приводda, ya'ni 4 VDda 3 объем dizelda yuradi va 3-avtomashinamiz bugun kelgan SsangYong Rexton, bu ham 2.2 dizelda полный приводda eng full komplektatsiyasida 360 gradusli kameralarigacha bor. Xo'p, va bugun yetib kelgan 4-avtomashinamiz xo'p, mustasno tarzda xarid qilingan 2.2 dizeldagi sedanni ko'p hollarda xarid qilishmaydi Qirg'izistonga. Bu avtomashinamiz 1 yilda, 2 yilda bir so'raladigan avtomobillar turiga kiradi. Xo'p, eng full komplektatsiyada 2.2 dizel 360 gradusli kameralarigacha bor. Asosan bunaqa Kia K7larni LPG, ya'ni zavodskoy propanda chiqqanini Qirg'izistonga juda ham yaxshi olishadi va zakaz bo'lsa bizga farqi yo'q, chiqarib ham beraveramiz. Dizelimi, benzindagisimi, gibriddagisi farqi yo'q bizga. Ko'rib turganinglarda boshqa eksportni kompaniyalar olib kelib qo'ygan mana bunaqa yillari eski avtomobillar ham olib kiriladi, ya'ni bulardan rastamoshkadan minus chiqsa ham, ya'ni shtraf chiqsa ham o'shanda ham arzon naryodagi narxidan, shuning uchun olib kirishyapti bunaqalarni. Xo'p, mana bunaqa rozoviy Kia Bongolarni ham olib kirishadi. Adashmasam buni yili to'g'ri kelsa kerak, yili to'g'ri kelmasa ham olib kirsangiz, agar bu yoqda narxi arzon, agar sizga bu yoqda narxi arzon tushadigan bo'lsa, naryoqda rastamoshkadan minusini to'lasangiz ham qoplab ketadi sizga. Xuddi mana bunaqa Granger yokida eski Kia Morning va naryoqdagi Grangerga o'xshagan. Bularni ham yillar o'tib qolgan. Bular adashmasam 2016 yo 2017 gacha chiqqan mana bu kuzovdagi Granger, lekin bu yerdagi narxi arzon bo'lgani uchun, ya'ni yili o'tgani uchun bu yerda narxi arzon, bularni olib borib rastamoshka qilib sotsangiz ham normalniy foyda qoladi. Mana ko'rib turganingizda HG 300 3 объемligini bildirib turadi bu. Buni ham o'zini любительlari bor, o'shanday bo'lsa ham olib kirishadi. Xo'p, bu avtomobillar qolgan boshqa eksportni kompaniyalarniki. Ko'rib turibsizlar, ish juda ham avjida. Xo'p, bu yerdan asosan Qirg'izistonga jo'natiladigan avtomobillar olib kelinadi. Boshqa davlatlarga jo'natib berishadi-yu, lekin asosan Qirg'izistonga jo'nab ketadigan avtomobillar. Hammaga xayrli kun. Bugun shanba 11-oktyabr 2025-yil. Xo'p, bozorda avtomobillar, ya'ni kamligidan foydalangan holda ozroq videorolik olmoqchi bo'ldim. Bu yerda ham ko'rib turganinglarda, bu yoqda eksportga chiqib ketadigan avtomobillarni joyi bo'ladi bu yoq. Ya'ni nomerlari yechilgan aksariyat mashinalarni yokida endi yechilishi mumkin bo'lgan avtomobillar, mana bunaqa ekskavatorlar ham chiqib ketadi eksportga. Bu Shijangdan, ya'ni Shijang deydi karischasida bizada avtomashina bozori. Xo'p,
adashmasam 30-40% avtomashina aynan mana shu joydan chiqib ketadi. Biz ham xuddi mana shu joydan ishni boshlaganmiz. Xo'p, keyin bu yoq to'rlik qilib, odam ko'p yurgani uchun o'qish kunlarida, ya'ni hafta kunlarida mashinalar juda ham ko'p qatnaydi. Ya'ni issiq kunlarda keyin mana bunaqa yo'llar chang bo'lib, juda ham rasvo bo'lib ketadi. Shuning uchun biz ham tashqaridan parkovkalar olib chiqib ketganmiz. Aksariyat eksportning kompaniyalar hammasi chiqib ketgan shunaqa tarzda. Xo'p, bu yoqda endi birinchi kim kelsa ham mana shu yerga keladi. Shu yoqdan avtomobil qidiradi. Mana bunaqa ekskavatorlarmi, u yoqda boshqa spets texnikalar bor, keyin Arab va Afrika boshqa davlatlarga chiqib ketadigan mashinalar ham bor. Har bir kompaniyani o'zini yo'nalishi bor. Ya'ni Afrikaga ishlaydigan kompaniya alohida, Sudanga ishlaydigan, Arab davlatlariga va Qirg'iziston, boshqa joylarga ishlaydigan kompaniyalar alohida bo'ladi. Hop, u taraflarni ham hozir men sizlarga mashinada o'tib ozroq ko'rsataman. Aynan men o'sha tarafdan ishimni boshlaganman. Bu yoqda kichik kompaniyalar juda ham ko'p. Mana ko'rib turganingizda Arabistonlik, bu meni o'rtog'im. Ya'ni bizani avval mana bu yoqda joyimiz bor edi. Hozir mana spets texnika sotyapti bu yoqda. Mana shu joylar bizaniki ichida, mana bu o'ng taraf bilan ko'rib turganingizda mana bunaqa eski labolarni ham olib kelib qo'yishgan. Deyarli 90% sotilgan hamma mashinani bu yoqda. Nimaga desanglar, kelishi bilan birdaniga xarid qilib ketadi bu avtomobillarni. Spets texnikalar mana bu yergacha bizaniki ichida, bu tarafdan va nariyogacha. Ya'ni men birga ishlagan kompaniyamni xo'p, egalarini ichida, men aynan shu yerda xo'p ishlab tajriba orttirganman. Mana shunday qarab yuraverasizlarda, aylanib bozorni, buni nariyoqda orqa taraflari ham bor, yana bunga o'xshagan joylar juda ham ko'p, kichkina. Endi asnovni yuragi eksportni mana shu deb olsak bo'ladi mana. Bular taksi qilingan yangi mashinalar, 2021-22 bo'lish kerak, adashmasam. 23lari ham bor ichida. Ozroq yurib eksportga chiqarib yorishadi taksida haydab mana. Aylanib chiqaman desanglar, ancha vaqt ketadi. Xo'p, men avval ishlagan kompaniya mana bunisi bu tarafda. Bular ham joyini u taraflarini topshirib yorishdi, adashmasam. Rossiyaga eksport qilardi bu kompaniya ham. Mana bu yoqda asnovni taksiga chiqib ketadigan mashinalar mana arzon bo'ladi bular. Nimaga desanglar, probeglari va komplektatsiyasi ozroq pustoy bo'lgani uchun sal arzonroq bo'ladi. Bular ya'ni yana taksida yurgan, yo'q plastikida teshik joylari bor, yana mana bu yo'llariga bir nimalar o'rnatishgan kassa apparatlar, shuni evaziga almashtirish kerak, arzonroq bo'ladi. Taksi mashinalar keyin bilasizlar, ko'p hollarda urilgan, surilgan, qirilgan bo'ladi mana bunaqa. Mana Malibular bu yoqda xor bo'lib yotibdi. Mana 2000 bu 14-15 bo'lish kerak, adashmasam. Bu yoqda narxlar juda ham arzon. Bir $2000 beraveradi bularni. Eksport qiladigan davlatlari ham alohida bo'ladi. Juda ham ko'p bunaqa mana kompaniyachalar. Bu yoqda endi ko'p premium segmentdagi avtomobillar bilan ishlaydigan kompaniyalar ko'pchiligi chiqib ketgan. Ba'zi bir mana bunaqa pogruska qiladigan joylar bilan mana bunaqa sal yillari eski avtomobillar eksporti bilan shug'ullanadiganlar ko'p hollarda qolgan. Premiumdagilar ko'plari chiqib ketgan. Endi bitta-ikkita mana bunaqa arab kompaniyalari qolgan demasanglar, bozorni 70-80% chet elliklar egallab olgan, o'sha kareslar berib qo'ygan biznesni, bu mashina biznesini ko'p hollarda yokida birga ishlashadi kareslar o'zi chet elliklar bilan, yoki bu tamomlayin berib qo'yishgan chet elliklarga. Ya'ni bizaga o'xshaganlar o'zlari bu yoqda oso ochib, ya'ni kompaniyalar ochib o'zlari chiqib ketishgan, klientskiy sferani chet elliklar egallab olgan desak ham bo'ladi. 90%ni deyarli kareslar Koreyada kareslar bilan bitadigan ishlarni qilib berishadi, lekin o'zi Koreyada til bilib, o'zi o'qib mana shu yerda bizaga o'xshab anchadan beri yashaydigan chet elliklar, til biladiganlari o'zlari kompaniya ochib alohida chiqib ketgan deb olsak bo'ladi. 네, 여보세요? 여보세요? 네, 샤님, 안녕하세요. 네, 그거 오토바이 예. 충전 걸려요?
시동이 걸리죠, 네. 그것도 12만 원. 12만 원이요? 셀프가 나가시는 거. 네네. 언제쯤 가능하신가요, 그러면? 바로 가능하세요. 그래요? 그러면 제가 한번 통화를 해보고 연락 드릴게요, 바로. 네, 바로 연락 주세요. 네네, 감사합니다. 셀프분도 집에 가셔가지고. 네, 알겠습니다. 네, 이거 집에 빼고 잘 내렸죠? 네, 잘 됐습니다. 감사합니다. 알겠어요. 네, 감사합니다. 네. 네. Xo'p, hozir Ansan shahridan, ya'ni bizadan bir 20 kilometr, 20-25 kilometr uzoqlik shahardan bir mototsikl olib kelishimiz kerak edi. Bu tajriba sifatida Qirg'izistonga jo'natish uchun xarid qilgan edik mototsiklimizni. O'shani olib keltirishimiz kerak edi pogruzka bo'ladigan joygacha. O'sha yuzasidan telefon keldi hozir menga. Xo'p. Nafaqat avtomashina Koreyadan boshqa texnikalarni yuborsak ham bo'ladi. Ya'ni spes texnikami, mototsiklmi yoki boshqa tovarlarmi, xohlagan tovaringlarni jo'natib berishimiz mumkin. Agarda sizlarni qiziqtiradigan tovarlar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu sohada 5 yillik tajribamiz bor bizani. Hammaga xayrli kech. Bugun shanba, dam olish kuni. Shunday bo'lishiga qaramasdan hozir ishlarni qilib, shunday outletga kelgandim. Bu yerdan sizlarga ozgina video rolik qilib ko'rsatmoqchi bo'ldim. Xo'p, shunday nafaqat avtomobil maker hisoblanadi, balki mana bunaqa Koreyada outletlarni ham premium outlet mana shunday tarafidan chiqarilgan. Shunaqa outletlarni ham yuritadi butun Koreya bo'ylab. Ya'ni bu yerda outletni bilasizlar, hamma brendlar bor bu yerda. Shunaqa outletlar biznes bilan ham shug'ullanadi. Juda ham ko'p bizneslar bilan shug'ullanadi. Shunday sizlar bilmagan. Ya'ni Koreyada yashaydigan hamyurtlarimiz bilishadi. Balki bir ikkitalar YouTube'ga ham qo'yishgandir internetlarga, lekin shunday haqida kam ma'lumotlar. Shunday o'zini zapravkalari, xo'p, har xil mana bunaqa zapchastlar ishlab chiqaradiganlari bor, bilasizlar. O'zinglar keyin maishiy texnikalari bor. Ko'p hollarda juda ham katta gigant kompaniyalardan bittasi hisoblanadi. Har bir sohada bor, ko'zga ko'rinmaydigan, ya'ni kapitallari bor, o'zini arendaga mashina beradi. Shunday auksionlari bor, avto auksionlari, eksport qiladi. Mashina ishlab chiqarishdan tashqari va yana ko'plab mana shunaqa katta samarali bizneslarga qo'l urgan katta bir gigant kompaniyalardan bittasi deb bo'lsa bo'ladi. Ya'ni bular uy ham qurib ketaveradi. Har xil bizneslar, hamma biznesi deyarli uspeshniy bo'lgan, ya'ni xo'p, foydali, omadli kechgan deb ayta olaman. Buni hammasi albatta finansiy tarafga, ya'ni pulga kelib taqaladi. Pul bilan hamma bizneslarni yuritavergan desak mubolag'a bo'lmaydi ko'pchilik bizneslarni. Mana bu yerda koreyslar asnovni dam olish kunlari kelib shu yerdan shopping qilishadi. Xo'p, chet elliklar ham bundan mustasno emas. Ko'pincha xitoyliklar kelishadi. Mana bilishimcha, hozirda xitoyliklarga vizani ochib qo'ydi. Shu sababli juda ham ko'p xitoyliklar oqimi kirib kelmoqda Koreyaga. Bu ko'p koreyslar norozi qilyapti. Xitoyliklarning kirishiga qarshi. Koreyslarni o'zi unchalik ham yoqtirmaydi xitoylarni. Koreys bilan yaponlar. Golden Dev xohlagan brendlarni topsanglar bo'ladi. Men o'zim asnovni bu yerdan kiymayman. Ba'zida ko'nglim yoqadigan bo'lsa polon narsalari uchun kelaman. Asnovni men o'zim Square bor, Square 1 dan borib kiyinaman. Bu yerda молодежный ko'p narsalar bo'ladi. Outletdan ko'ra men o'sha yerdan o'zimga mos narsalarni ko'proq topaman. Juda ham katta. Bir kun aylanib chiqsanglar, bir kun menimcha sal yetmay qolsa ham kerak. Charchab qoladi odam. Men bir kunda faqat kirmasdan hech qayerga ko'chani o'zidan aylanib chiqqanman. Bir kunda men charchab qolganman. Hamma etajiga chiqaman deb, o'zi katta joy emas uncha. To есть ko'p emas mana bu etajida uzun pastda ham joylari bor, ovqatlanish joylari. Shuni evaziga katta. Xo'p, yo'lning narigi betida ham Zara bilan Uniqlo, H&M'lar hammasi o'sha yerda joylashgan. Hozir
do'stlarimiz menimcha Zarada bo'lsa kerak, Zarada bo'lamiz deyishgan edi. Ular bilan ko'rishib keyin xudo xohlasa aylanib yana video qilamiz. Svetofor yonib qoldi. Hammaga xayrli kun. Bugun 12-oktyabr 2025-yil. Hozir elektrosetga keldim, ya'ni koreyskiy elektroset bu yoqda. Xo'p, yangi uyga ko'chganim uchun nomimga ulanmagan ekan hali. Nomsiz kelayotgan edi shu paytgacha. Ya'ni meni ismim bilan kelmayotgan edi, qancha iste'mol qilganim elektrni. Xo'p, endi meni o'zimning nomimga keladigan bo'ldi. Men chet eldaligimda xo'p, xat kelgan ekan, shunaqa nomingizni kiritib qo'ying, hozir nomsiz kelyapti, uyingizni nomiga faqatgina deganiga keluvdi. Xo'p, birdaniga bitta ishimiz. Xo'p, birovni qidirib nima qilib yurmadim izidan. O'sha Shinchongso deydi bo'ladi. Ya'ni o'sha nima deydi bizda registratsiya qiladigan qog'ozi, shu yoziladigan o'sha qog'ozni shunday to'ldirdim, adreslarni yozdim, qo'l qo'yib berdim. Bo'ldi, siz ketavering, biz o'zimiz kiritib qo'yamiz dedi. Bo'ldi, 5 minutdan ketgani yo'q. Ertalabdan yana kelganim uchun ochretdan kutganim yo'q, birdaniga hali bo'ldi. Hamma o'zim joyda ekan. Ishlarni bitirdim. Endi xudo xohlasa ofisga boramiz. Ofisda ham keyin men sizlarga ozgina ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Havo yomg'irli bo'lgani uchun hozir juda ham toza havo, ya'ni odatda ham o'zi toza-yu, yana odatdagidan ham ko'ra tozaroq havo, juda ham toza. Men sizlarga ozgina ko'rsataman. Hammaga xayrli kun, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun 14-oktyabr. Biz Zakritya bunaqa yopiq auksionlarga keldik. Xo'p, bu yopiq auksionni ochiq auksionlarga nisbatan farqi nima desanglar, nomeri bo'lmaydi bularda. Nomerlari yechilgan, o'sha eksportga deyarli tayyor bo'lgan avtomobillar sotiladi. Xo'p, arendada yurgan ko'pchiligi qanaqadir kompaniyada minilgan yoki-da ostrovda, ya'ni Chejudo orolida ko'p arendaga beriladigan mashinalarni olib kelishadi bu yerga. Xo'p, istagan mashinalarni olsanglar bo'ladi. Bu yerga asnovni yili 2022 gacha bo'lgan avtomobillarni olib kelishadi. Xo'p, ularni biz Saudiya Arabiston tarafga, Qirg'iziston tarafga, Qozog'iston tarafga jo'natamiz. Afsuski O'zbekistonga bularni jo'natish imkoni yo'q. Nimaga desanglar, yillari ancha o'tib qolgan. Bizga rastamoshga qimmatga tushib ketishi mumkin. Aynan mana bunaqadan 8 shunday san'atda avtomobillari ham Qirg'iziston, Qozog'istonga ketadi. Tojikistondan ham hozir spros boshlandi. Ozmoz. Yaqinda bitta BMW mashinasini jo'natdi 2017-yil Tojikistonga. Xo'p, bularni ko'rsatishdan maqsad, agarda Rossiyada yoki-da Tojikiston, boshqa MDH davlatlarida yurgan hamyurtlarimiz bo'lsa, aynan shu biznes bilan shug'ullanadigan bemalol bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Hamkorlik qilamiz. Koreyadan xohlagan avtomobillarni jo'natib berishimiz mumkin. Biz endi asnovni Qirg'izistonga jo'natamiz avtomobillarni. Ko'p kolичество Qirg'iziston, Rossiyaga ketadi. Avtomobilni hozir Rossiyaga ketadigan avtomobillar mana bunaqa launch bilan 100% tekshirdik. Bu kompyuter aldashda imkoni yo'q. Adashmasam bu $800 atrofi olingan. Bizga qo'limizgacha yetib kelganicha endi o'zining narxi qayerda ishlab chiqarilgan joyida bilmadim-u. Bu bizning qo'limizgacha Xitoyda ishlab chiqarilgan, shunchaga yetib kelgan. Buni aldash imkoni yo'q apparatni, telefonni, boshqa oddiy arzonroq apparatlarni aldash mumkin, buni aldash mumkin emas. Qanaqadir cheki yonib qolgan bo'lsa, avtomobilni 100% sertifikat bilan tekshirib beramiz biz ham buni. O'zi bu narsa qimmat turadi. Buni tekshirib berish ham Koreyada mana o tekshirib beradiganlar chiqib qolgan hozir. Ular tekshirib bersa, sizlardan kamida $250-300 oladi. Yaqinda Busandan bitta obzorga jo'natdik. Bu bilan tekshirsam qimmatroq bo'ladi dedi. Bu siz o'zini tekshirib bera olmayli, kraskasi urilmaganlarini dedi. Lekin ichki organlarini mashinani aynan mana bu apparat bilan tekshirish kerak. O'shanda 100% ishonchli bo'ladi. U yangi mashina bo'lsin, o'sha ikkinchi qo'lga o'tgandan keyin
xoh u minilgan mashina bo'lsin. Shunaqa gaplar.